Hozir ochildimi? Tozalagan ekancha? Yaxshimi? Men 2 oy oldin qulog'im og'rib Shavkat akaga kelgan edim. Operatsiya qildi. Operatsiyada og'riqlar umuman bo'lmadi. Hozir eshitishim juda yaxshi. Shavkat akaga keling. Shavkat akani maslahat beraman. Bemorimiz 14 yosh. Demak, 10 oy oldin chap qulog'ini operatsiya qilib pardadan tiklaganmiz. 2 oy oldin o'ng qulog'ini operatsiya qilganmiz. Hozir bitta ko'ramiz. Hozir tozalab tashladik gubkalarini va qaloqlarini. Xolasi mana pardan holatini ko'ramiz. Mana parda ideal turibdi. Bemorda eshik ancha past bo'lgan. Past bo'lish sababi quloq pardasi teshik bo'lgan va o'rta quloqda suyakchalar uzilgan bo'lgan, chirigan bo'lgan. Defekt mana bitta diframerini defekt yopilgan, qon tomiri o'sib, ideal holatda turibdi va o'rta quloqda biz protez qo'yganmiz. Chirigan suyakchani o'rniga sun'iy suyakcha qo'yib, ham bitta etapda pardani tiklaganmiz va eshik suyakchalarini harakatini tiklaganmiz. Buni ham yaxshi. Qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. To'g'lag'am zo'rmi? Ha. Bunisi 10 oy oldimi, bunisi 2 oy oldimi. Ikkalasidan hozir eshik yaxshilandimi? Ha. Tashlab eshik. Aha.